Tunda va tongda Jahon chempionati chorak finali doirasida yana 2 uchrashuv bo'lib o'tdi. Dastlab turnir g'olibligi uchun favoritlardan biri sanalgan Angliyaning milliy jamoasi Erling Haaland boshchiligidagi norvegiyaliklarga qarshi maydonga chiqdi. Skandinavlar birinchi bo'limda Sheldrupning chiroyli goli bilan hisobni ochgandi. Ammo bo'limga qo'shib berilgan daqiqalarda Jude Bellingham qarshi hujumda muvozanatni tikladi. Ikkinchi bo'limda durang hisob saqlanib qoldi. Overtaymlarda esa Bellingham dublni rasmiylashtirib, inglizlarni yarim finalga olib chiqdi. Amaldagi jahon chempionlari hisoblangan Argentina esa Cabo Verde va Misr ortidan Shveysariyaga qarshi o'yinda ham qiyinchilikka uchradi. Janubiy Amerika vakillari o'yin startidayoq hisobni ochgandi. Ikkinchi bo'lim o'rtalarida yevropaliklar muvozanatni tikladi. Shundan keyin Shveysariya hujumchisi simulyatsiyasi uchun maydondan chetlatildi. Ammo yevropaliklar 10 kishi bo'lib durangni ushlab qolishdi va o'yinni overtaymlarga olib o'tishdi. Qo'shimcha bo'limlarning ikkinchisida esa Alves va Martinesning gollari Argentinani yarim finalga olib chiqdi. Shu tariqa yarim finaldagi ikki juftlik ham aniq bo'ldi. 15-iyulga o'tar kechasi Fransiya Ispaniyaga qarshi maydonga chiqadi. Bir kun o'tib Angliya va Argentina finalning ikkinchi yo'llanmasi uchun bahs olib boradi.